Amerika Tamojna xodimlari Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining 21-iyundagi boshlab yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. O'tgan yili 12-oyda Amerika prezidenti Jo Bayden Xitoyning majburiy emgak siyosati sababli Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga import qilinishini cheklaydigan bu qonunni tasdiqladi. Ammo va Kengash palatalarining keng qo'llashiga erishgan bu qonun Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan yoki majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissari Michelle Bachelet'ning Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsirchiligini tekshirish uchun Sharqiy Turkistonga qilgan ziyorati xalqaro jamiyatning umidini yerda qo'ydi. Washington Post gazetasining ko'rsatishicha, Bachelet ziyorat jarayonida bu soqchi davlatiga qarshi turish fursatiga erishgan bo'lsa-mu, yumshoq til bilan Xitoyning so'zlarini takrorlagan. U Beijingning ziyonkashligini, terrorlik va radikallikqa qarshi turish deb tasvirlagan yolg'on so'zlarini naql keltirib, milyonlagan Uyg'ur tutilgan biror lagerni bo'lsa-mu ziyorat qilmagan. Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Yangi Zelandiya bosh ministri Jasinda Ardern 31-may kuni Oqsaroyda ko'rishib, Hind-Tinch okean rayonidagi xiristlar, yangidan qurilgan Hind-Tinch okean iqtisodiy ramkasi, klimat o'zgarishi va Xitoy virusiga qarshi kurash haqida fikr almashtirdi. Ishkaylan e'lon qilgan bayonotda Xitoyning Hong Kong va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiliklariga qarata andishalari o'tirib qo'yildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Xitoyning Xexi shahri bilan Rossiyaning shaharlarini tutashtirgan ko'rikning ochilganligi munosabati bilan o'tkazilgan to'r yig'inida so'z qilgan. Lavrov Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik haqida to'xtalib, Ukraina urushi sababidan g'arb davlatlarining Rossiyaga yurgizgan jazosi, Beijing bilan mablag' selish va pul muomala sohasida amaliy hamkorlikni taraqqiy qildirish uchun yangi fursat yaratib berdi degan. Almi şirketi Xitoydagi qattiq virus tadbirlarining ta'minlash zanjiriga tahdid solganligini ko'zda tutib, bir qism iPad ishlab chiqarishni Xitoy sirtiga yo'tkashni qaror qilgan. Egilanishicha, bu mahsulot tunji qatam Vyetnamda ishlab chiqarildi. Egilanishicha, Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasi Arfiya Ari ismli bir Uyg'ur ayolni parlament nomzodi qilib ko'rsatgan. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Penny Wong Tinch okeaniga Orol davlati Samoa bilan 8 yillik hamkorlikka qo'shilganligini e'lon qildi. Oldin qatta Fijini ziyorat qilgan Tashqi ishlar ministri Wongning Samoadan keyin Tongani ziyorat qiladiganligi ma'lum. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Tinch okeanidagi 8 davlatni qoplagan sayohatining oxirgi bekatida Papua Yangi Gvineyasini ziyorat qildi.